Kepa. Yo'q. Rezultat yo'q. Natija yo'q. Sallallohu sahobalar bilan 13-kecha, ya'ni Mino tugab, ertasiga qayerga ketishadi? Uyga. Haj tugab, ertasiga ketadigan paytda mana shu yerda kelishgan joy keldi. Kelsa hali 6 ta 12 ta bo'lib ketdi. Allohning izni bilan 12-yili 12 ta. 10 ta Hazrashdan, 2 ta Avsdan iymon keltirishdi. Avs qabilasi bilan Hazraj o'rtasida 70 yillik urush bor edi. Ashna bo'lsa ham ikkitasini iymon keltirishdi. Adovat, dinda millatchilik, dinda adovat, dinda gina saqlash, dinimizda birovni kechirmas. Yo'q, bunaqa narsa bo'lmaydi. Musulmonmi? Salomat yashash kerak. Bir hadis aytaman shu yerda. Ya Rasululloh, musulmon kim? Kim haqiqiy musulmon? Al-muslimu, musulmon. Odamlar uni tilidan, qo'lidan, oyog'idan salomat qolsa, shu musulmon. Tushunarlimi? Mana tilingizni hammaga chiqarib so'kavermasdan, mana qo'lingizni uravermasdan, ayolni chatavermasdan, birovni g'iybatini qil. Yo'q. Musulmon, haqiqiy musulmon kim? Man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi, deb Rasululloh aytdi. Tilidan, qo'lidan odamlar undan salomat yashasa, mana shu islom haqiqiy musulmon deb Rasululloh o'rgatdi. Tushunarlimi? Hop. Shundan so'ng haligi 12 ta odam Rasululloh gaplashdi. Tunda, qorong'i tunda. Tasavvur qiling, xuddi sher hozir qorong'i. Qorong'i tunda mana shu yerda muborak payg'ambarimiz oldiga 12 tasi o'tirishib olib, bilgan oyatlarni eshitishadi. Xuddi jannatga Rasululloh olib qo'ygan deydi. Rasululloh bilan o'tirgan sahobalar atrofida farishtalar, iymon ko'tarilgan, endi mazza qilib o'tirishgandan keyin ertaga ketasizlar yo'lga. Shuni ular, ya Rasululloh, bizga bir muallim bering. Nima bering? Duo qilib boyib ketaylik demadi. Ha? Muallim so'rashdi, bizga muallim bering. Dinni o'rgatsin bizga. Biz u yerda bo'lib qolyapmiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ertaga men sizga bittasini chiqarib olaman. Makkadagi eng boy xotinni o'g'lini berdi. Mus'ab ibn Umayr. Makkadagi eng boy xotinni kenja o'g'li. Kenja Lubimets, yaxshi ko'rgan o'g'li. Hattoki eng yangi kiyimlarda ashbola kiyadi. Hali ichimizda ochiq aytaman, milliarder akalar turgan bo'lsa ham hali bolasini bunaqa to'palagan odam yo'q. Makkada mahalladan o'tib ketsa, atiri qolardi. Atirni hidi qolardi. Hidi, Musa o'tibdi matan deyishardi. Data u. Mana Musa o'tib ketdi deyishardi. Shunday hangi to'palangan bola edi. Bizda hali pul dollar, hali atir sepmayapti. 200 300